O'zi bo'lganimizda ertalab turganda og'zimiz sasiydigan, ichimizda bir qahrat tashib yuradigan odamlarimizda qo'pol qilib aytganda. Nimamizga kibrlanamiz, nimamizga bitta kasbdan baland qo'yamiz, bu ekanda deb qo'yamiz. Tupoymizmi biz? Sizdan yo ertalab binafsha taraladimi og'zingizda, yo ichkarida yo sizdan orxideya bir nimalar. Unday bo'lsa, пожалуйста, men qo'lim ko'taraman. Siz shunchalar bir tanho inson bo'lsangiz. Yo'q, boradigan joyimiz 1 metrlik qabr. Qumursqa yeydi bir kun emas bir kun. Ilon qalaydi, chaqadi bir kun emas bir kun. Chirib ketamiz. Bizga zo'r agar bir qo'lingizda mingta ishingiz bo'lsa, qayingizdagi moshinangiz bir xonali uy bo'lsa, yoki bu mana bunaqa bir bahaybat bo'yningiz bilan belingiz bitta o'tib ketgan bo'lsa ham, bizga farqi yo'q. Bizga farqi yo'q. Siz odam dushimiz bilan, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deb ko'rishganda ko'rishing, normal, samimiy, sodda bo'lib, yoki vahshiy ko'rishmang, lekin kibr qilmang. Qo'ying,